Oqdaryo tumanidagi gaz taqsimlash qurilmasida hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan avariya holatlarini bartaraf etish bo'yicha tuman elektr korxonasi tez tibbiy yordam favqulodda vaziyatlar bo'limlari bilan hamkorlikda amaliy o'quv mashg'uloti o'tkazildi. O'quv nuqtadagi mashg'ulot jarayonida gaz taqsimlash qurilmasida shartli ravishda yong'in sodir bo'lganligi shtabga xabar berildi. Shundan so'ng o'quv mashg'ulotiga start berildi. Yong'inni bartaraf etish uchun avval elektr va gaz taqsimlash qurilmasi tarmoqdan uzildi. Brigada a'zolari birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, maxsus o't o'chirish vositalaridan foydalanish hamda avtotransport vositalarini xavfsiz joyga evakuatsiya qilish ishlarini amalga oshirishdi. Shundan so'ng favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan tez fursatlarda yong'inni bartaraf etish choralari ko'rildi. Mashg'ulot davomida har bir xodim o'ziga yuklatilgan vazifani namunali bajardi. Bu o'quv mashg'uloti o'tkazishimizdan maqsad kuz-qish mavsumida aholi iste'molchilarini tabiiy gaz bilan bir moramda ta'minlash hamda gaz jihozlariga talafot yetganda xodimlarning qanday harakat qilishini xodimlarning ustida amaliy mashg'ulotlar olib borish, tajriba almashish. Bu yuzasidan hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. 2025-2026 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha hududga Samarqand gaz ta'minoti filialiga qarashli gaz taqsimlash shoxobchalari, suyultirilgan gaz taqsimlash stansiyalari hamda gaz ta'minoti bo'limlarida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan bugun Oqdaryo tuman gaz ta'minoti bo'limida ham xuddi mana shunday o'quv mashg'uloti o'tkazilmoqda. Xavfsizlikni ta'minlash, xodimlarning favqulodda holatlarga tayyorligini oshirishga qaratilgan mazkur amaliy mashg'ulot hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan qoniqarli deb topildi. Ushbu o'quv mashg'ulotlarining olib borilishi ishchi xodimlarning tabiiy va suyultirilgan gaz bilan ishlashda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishi va yong'in sodir bo'lganda uni tezda bartaraf etishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.